Hammaga salom. Bugun meni yana bloger bo'ladigan kunim, chunki Xitoydan zakazlarim keldi. Bu safar Saxirni Vata apparat o'zimga kiyimlarim va klientlarim bilan zakazlari kelgan. Kiyimlarimni birma-bir ochyapman, lekin qanchalik shikarniy narsalar zakaz qilganim hozir ko'rinmaydi. Shu sabab alohida look video qilib sizlar bilan bo'lishaman. Klientim o'g'illarining tug'ilgan kunini Spider-Man stilida qilyaptilar. Shu sabab shunaqa mayda chudalargacha zakaz qilib berganman. O'zlaridan ham iltimos qildim, zakazingizni qo'lingizga olganingizda обязательно video, fotolar yuboring deb. Chunki oldingi videolarda ham ko'rsanglar bo'ladi. Qizlar uchun ham даже Человек-pauka kiyimini topib zakaz qilgandik. Undan tashqari jigarli sochlarni jingaligini chiqarib beradigan mus ham zakaz qilgan edim. U dud uchun uni keyingi videolarda sinab ko'ramiz. Endi eng kutilgan raspakovka bu Saxirni Vata apparatni ochaman. Hozircha hech narsa tushunarsiz, instruksiyasini o'qib ko'rish kerak. Keyingi videoda sizlar bilan birinchi marta Saxirni Vata tayyorlab ko'ramiz. Popkorn apparatda popkorn pishirish juda ham oson edi. Saxirni Vata ham shunaqamikan, yo'qmikan endi bilib olaman. Agar zakazlarim sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringlarni kutaman.